Assalomu alaykum qarindosh, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu ro'y sog'lomlik to'g'risidagi leksiyalarning davomi bo'lgan mushu paranoid xarakter binormalligi, ya'ni inglizcha paranoid personality disorder degan mushu ro'y binormallik to'g'risida qisqacha leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat bilan anglashinglarni umid qilaman. Undaqda İngilizce'de paranoid personality disorder yoki Uyg'urchada paranoid xarakter binormalligi deb atalgan bu kasal qandaq kasal degan vaqtida bu g'alati mijoz kasal deb atalgan bir guruh ro'y binormalligining biri bo'lib, bu xil binormallikqa giribtor bo'lgan kishilar doim g'alati bo'ladi. Bu kasalga giribtor bo'lgan kishilarningki aloyligi yetarlik sabab bo'lmay turib, davomliq boshqalardan gumon qilishdir. Mundaqcha aytgan vaqtida bu gumonxo'rlik kasali hisoblanadi. Ya'ni bundaq kishilar davomliq boshqalardan sababsiz gumonlanib turdi. Bu garchi insonlar orasida bek ko'p uchraydigan kasal bo'lmasimi, bizningki hozirgi ahvolimizda o'zimizningki bilishimizga tegishlik bo'lgan bir xil ro'y kasallik bo'lib, bu kasalningki ifodalari bizning oramizda uzluksiz ko'payyotidi. Shunga men shu maqsadni tutib, shu maqsadda ko'zda tutib, bu kasal to'g'risida qarindoshlarga azroq tushuncha berib o'tmoqchi. Bu orqali qarindoshlar o'zida bor masalalarni to'nib yetishi va o'zimizdagi ba'zi masalalar qarta uncha ko'p gumonda bo'lmasligimizni tavsiya qilaman va shuningga foydasi bo'lib qolar degan maqsadda bu leksiyani sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Paranoid xarakter binormalligininki sababi texi aniq emas bo'lib, ba'zi mutaxassislarninki qarashicha balkim u irsiy va tug'ma omillar bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Masalan, oilada ro'y kasallikka giribtor bo'lganlarninki bu kasalga giribtor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi. Undan boshqa balalik davridagi kechirmishlar, jumladan jismoniy yoki ro'y jihatdagi zaxma va zarba bu kasalning paydo bo'lishida belgilik rol o'ynaydi. Undaqda paranoid xarakter binormallikqa giribtor bo'lgan kishilarda qanday kasal alomatlari bo'ldi degan vaqtida men bu paranoid xarakter binormalligida bo'ladigan alomatlarni tövendagidek 12 tarafga yig'inchoqlab chiqdim. Bu deganlik bu xil kishilarda mush 12 xil alomatlarning hammasi ko'rildi deganlik emas. Bir qism kishilarda ba'zi alomatlar ko'rilsa, yana bir qism kishilarda boshqa bir alomatlar ko'rilishi mumkin. Hatto ba'zi kishilarda bu 12 xil alomatning sirtida ba'zi alomat, yana boshqacha alomatlar ko'rilishi mumkin. Men bu yerda faqatla shu ko'p uchraydigan 12 xil alomatni yig'inchoqlab chiqdim. Ularning birinchisi boshqalarning va'dasi, sadoqatmandligi yoki ishonchligidan davomliq gumon qilish, davomliq boshqalarning o'zini qo'llanayotganligiga yoki aldayotganligiga ishonish. İkincisi, boshqalar bilan sirdishishni yoki shaxsiy uchurlarni oshkorlashni xohlamaslik. Bu uchurni o'ziga qarshi ishlatishdan ansirash. Ya'ni boshqalar o'zininki shaxsiy uchurlarini egallab, o'ziga qarshi qo'llanilganligidan davomli andish qilish va yoki gumon qilish. Uchinchisi, boshqalarni afu qila olmaslik, o'chmanlik saqlash. To'rtinchisi, ziyoda sezgir bo'lish, faqat tanqid qabul qilmaslik. Beshinchisi, boshqalarning odatdagi so'zi yoki tasodifiy holatidan boshqacha ma'no chiqarib, ularning so'zlarini o'ziga qarshi da'vatqanligi, o'ziga ziyon qilish maqsadida da'vatqanligi yoki ularning bu gaplarni deyishdagi bu alfozdagi maqsadininki, g'arazininki boshqacha ekanligidan o'zicha alohida ma'no chiqarish. Oltinchisi, oson xudiklanish, boshqalarga ochiq qilinib inkos qaytirish.
və başqalardan öç ilishqa aldirash. Yettinchisi, həmrayi yoki muhabbetining vafodorligidan izchil holda sababsiz gumon qilish. Sakkizinchisi, odatda boshqalar bilan bo'lgan munosabatda sovuq ham yiroq bo'lish. Xiyonat qilishdan saqlanish uchun boshqalarni kontrol qilish va ulardan hasad qilish. To'qqizinchisi, ko'rilgan masala yoki to'qinishda o'zining qandaq roli borligini faqat e'tirof qilmaslik, hamisha o'zining to'g'ri ekanligiga ishonish, savallikni, xatolikni boshqalardan izlash. 10-si, o'zini rahat tutishda orsal bo'lishda qiyinlashish, ya'ni har doim bir xil jiddiychilik ichida o'tish, bir xil andisha, qo'rqinch ichida o'tish, xuddi birisi o'zini qasd qilayotgandagidek shunday tuyg'uda bo'lish, ya'ni normalda o'zini rahat tutolmaslik. 11-si, har doim dushmanlik, johillik va talash tortish qilish. 12-si, boshqalarning salbiy taraflarini va ojizligini taraqqiy qildirishga moyil bo'lish. Ya'ni boshqalarda azroq kamchiliklar bo'lgan vaqtida uni ko'p turib, uni oshirib tashviq qilish, boshqalarniki shu ortiqchiligini tövelletib, kamchilik tarafini mubolag'a qilib anglatish. Bu rasmda ko'rayotganimiz shu paranoid personality disorder, shu paranoid xarakter binormallikqa girib olgan shu kishilarda har doim atrofda bir ovozlarni anglagan vaqtida yoki birisi mangan yoki turgan vaqtida, birisi gap qilayotgan vaqtida xuddi o'zininki yomon gapini qilayotgandagidek, o'zlarining orqasidan bir suiqasdlarni planlayotgandagidek davomli bir xil andisha qilish yoki boshqalarningki so'z harakatidan, chiroyidan bir xil boshqacha ma'no chiqarishga odatlanganligi uchun bu insonlar o'zlari tuya-tuymay shunday qiyofatni shakllantirgan. Bu kasalga giribdor bo'lganlar o'zligidan doktorga ko'rinmaydi. Ya'ni bular shu boshqalarningki samimiyligidan, hamma narsadan gumon qiladigan bo'lganligi uchun boshqalar bu undaq insonlarga o'zida bor xatolikni, kamchilikni ko'rsatib bergan taqdirdami, ular faqatla e'tirof qilmaydi va davolash ilib bormaydi. Bunday kishilar shu doktorga bormaydi, davolash ilib bormaydi, hatto o'zida shunday kasal yoki shunday benormallik borligini qat'iy e'tirof qilmaydi. Chunki ular o'zida masala bor deb qaramaydi. Bu kasalga giribdor bo'lganda ig'ir darajada boshqalarga ishonmaslik bo'lganligi uchun psixika doktorga zo'r darajada qiyinchilik paydo qiladi. Ya'ni psixikalik doktorlarniki bunday kishilar bilan o'zaro suhbatlashish yoki ularga yordam berish, ularda ko'rilgan ahvollarni davolashiga alohida qiyinchilik paydo qildi. Chunki ishonch psixikalik davolashning muhim omili. Bu kasalga giribdor bo'lgan nurg'un kishilar davolash planiga amal qilmaydi. Hatto doktorning davolashidan gumon qilishi mumkin. Bugungi bu qisqa leksiyani bu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarningki ko'ngil qo'yib anglarga ko'pdan ko'p rahmat. Agar bu jihatda savolinglar bo'lib qolsa, menga ayrim uchur yo'llasanglar bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xudoga omonat. Xayr xo'sh.